Qandara qavalinglar. Mendan avval tursanglar. Mana bu shunda asirga tushgan dushman askarlariga o'xshab qoldim. Seni bu shunda qilib qo'ygan kim dedinglar ma? O'simi mening xotinim. Bu xotin davomli meni bu shunda urib tillab, bo'zaq qilib, xo'rlab etdi. Rahmetlik anam bo'lgan bo'lsa-mu, buncha bo'zaq qilolmasdi. Ana, sen yo'q, ajab xo'rlanib ketdim-ku. Ajab bo'ldim. Ajab bo'lganqa yig'layman. Yo'lbosdek bir artirib, Asandek bir xotindan tayoq yeganga yig'layman. Xotin ağanning dada vay vay. Xotin ağanning dada vay vay. Xotinamsan talada qalding. Xotinasan balaga vay vay. Vay vay. Aka, ke. O canım ufkam. Sen menden burun kolunu tandırıp kep boğan mı sen? Encem yarışıpta Şivsariye'nin saatinde gibi var. Senin yarışıpta kadar güldü kısırvağının ne? Bir de yani hepsi de. Ufkam, kündür bırakıtım kutundum tayak eyvan mısam? Mallam namazlı kızar kıgındaki şey olmam da. Sen. Memiş o. Üzerinde sen bırakın ayaldın tayak yemişsem. Az zaboy arak içimiz kolları titrep ketkendik üye bir yadırıp kıçık gidiremez mi? Aşkımız okşaş. Aşkımız okşaş da azaldı. Hadi bu hatırlan ben. Uye? Maaşkanlı niminde resim uçudağandek çıraylık yasınıp aldınla. Mana. Xotinning qo'qaydiganda yana birisi keldi. Yaxşı. Sen mi bizi kalktın mı ufkam? Ya ben herkes xotindan qo'rqmayman. Qo'rqaysan, men bilmayman. Kim deydi o? Qas günü qo'rqitib jinni aldimga toza. Qanday qo'rqatding? Bizga bir urgutib qo'ygin ha? Seni degina qanday qo'rqatding? Kaçtımga 2 kun sapdı. Mana emsi deb yalgan deydiverdim, bir qut içib elib, yalgandan ölüp olgan bo'lib oldim toza. Şoppana! Dünyada mandamı kap yürek erdi olduk ha? Sen de bana bu yürek Rostumi destandım yokçum ufkam. Anda biz degan xotinni ashunda qo'rqita olmaymiz. Bu ishga nim buldinglar? Aras. Xotiningga qo'lingni kappaga tishlab seni chaqirtib etdim ufkam. Ya tanrak bilan chanapli vaqirtib etdi degina. Nim bo'lgan? Nim bo'ldi-te? Shuni kun akşam birisi bilan bir yerga borgan dag'lar. Bu adashma bir nima qildi ayat topolmagandek men ko'nglimga yaqisiga chiroyli eg'izning birini sizib qo'yapti emasman. Tövbe. Bu resim deganni oq qog'ozga sizmay, bu xalqning yaqisiga sizib qo'ygan nima senda? Shuni degina. Tövbe qildim. Ashunda bo'zaqqa gap qilmay qarab turib edingmi? Ma adash nima deydi qanda? Aylin ko'rab qolganmi? Aylin ko'rab qilib olamni ma'lum qilib etdi degina. O kadının ayağını çakmadın mı? Men o gapni tutamavsam, men uçamdan ayol kishining bir tal chechin tepelib, o ayolimning tag'im ochig'i tutib ketdinglar. Nima dedi? Nima dedi? Bu kimning chechi debdi? Sizning chechinglimikin desam, meni bilmaydimsan, bu chash Zohraning chechi deb tatilab uzrimni qiymichimga qilib etdi. Ecep es xotin ekan bu. Yaxshimi buning xotini ap qolmabdi ekanmi? Bu xotin bu paylida ikki xuti deydi ve ichib olsam mendan herkes qo'rqmagidek. Ma adashimda yuriydi qanda. Nima debdimi? Sen bu rast gap qila. Ashchash Zohraning chechi o'g'iydi. Zohraning chechi degan seriq do'st qanday uning chechi bo'ladi? Bu chash qanday chach? Oltin rang seriq chachdi. Ha, bildim. Bu seyrekning chechi ekan-da. Seldim men arilib ketgan 2 yil o'qatdi. Yana uning chechini nima qildim men? Cho'qim seyrekning chechi. Emas. Ems kimdan? O degan hech kimning chechi emas, o degan xelchamning chechi edi. Estağfurullah. Xalqning chechini tepib olgan odam egisi qaytirib bersa olmamdan. Adashimda yuriydi qandamda. Nima debdimi? U xalqning chechini o'g'irlab kelsa buning ayoli tinglamamdi. Bo'ldi qana, bo'ldi. Oxir qanday bo'ldi? Oxir qanday bo'ldi? Shu sayt o'g'irayotgan ilk qing'irab qila shu men chanapni go'sht. Ejab qaram xotin-ken ha? Qanday? Men bunda kullamchi odam qarchapladigan xotinni ammag'am birim balla. Men deyman, bu seni mening dardimni so'zi sanjig, sen nima bo'lding?
Fıkam, senin derdin benim derdimge yamağım bulamaydı. Mesela. Xotindan so'ramay azroq pulni hijlat ketdim. Ne? Xotinni so'ramay pul hajladingmi? Sen mi qaram kelsa? Hey, xotinni so'ramayim pul hajlab etgan bo'lmandan. Hey, Xotinning pulni o'g'irlab ariq ichib yotsa, ha? yo'q. Balamning hayti chiqqan haytik pulga ishga. Nomus qilsang-chi. O shunchalik ishga nomus qilmayim tutiladi dedin-a? Shuna bilan da bir erklatganning o'rnida chechini ozroq jundab qo'ysam, bak quluqimni tushirib oldi. Bichora quluqim vazir kadar og'riydi. Seningcha, mush gap anglamaydigan quliqingni uzib tashlab, beshingni putmiga haykalda qilib qo'yish toza. Ada, sen mi davrtkes? Haydisimizdan balasining pulini hajlab turgan, nima bo'ladi unga? Haras? Senin hocam tulağı çıkıp ağayın evden taz buluşuk işçip ilgirgin teşeldim de izbes desem, öğüçesem xotan. Nemi da bulup kettin balam deydi ha? Bu nima gapende? Tövbe kıldım Xudayım. İyirini balam deydi ha, kanda saran kutun sen de. Da kaçtık adamı da kıp koysam. Keynimden bir kutun noğuşta beşim bir tanrıda bir yaptı. Dümle çişkin. Senin uğan Xudayım kim iken? Benim xotim kim? Hey, sen uğan xotinchi? Kaynatamni xotdi ekan. Hey! Qaynalam oldun mu? Tövbe Xudayım. Men öz anamni olsam uralaymanki, lekin qaynonamning yuziga tikilib qarayolmayman. O'ylab bakinglar. Endi bir masjidda, endi bir anasini bir eshik talmida qilib qo'yganga, shu no'g'ishlar uga xotin degani bilamda, o'ylab bakinglar. Ya, senin xotin aşırı yutcuma. Nasıl bilen mi tan olam dedinglar? Balların gap qilmadi mi? Anasini no'sh qilib yotgan shu balla. Ha, qana deysan? Burun, ancha-muncha urib qo'ydim, ras. Endi men bal cho'g'andan keyin onasi bilan sal urushib qolsak bo'g'o. Meni onasi tutib bilib, yigirib o'tirmasmi? Sizlarning o xotiningni bek eskilik chekkan jimanglar billah. Senin xotiningni chaqirib, Fatmag'da. Deydi, bek yaxshi ey u. Qaysi kuni bizning idorada bir o'tirash bo'lganda, bir qizchaq bilan ilmiy tansi o'ynab olsam, ayolim kirib qoldi emasmi? Nima qilishimni bilmay tursam, bo'ldi xijillanmanglar desa, men bir kun tanishib o'taman deb gap qilmay ketdi. Yo'q, ana! Xotin degan mana men bo'lmanda. Mana degan xotin bo'lsa, ish kuchini yeb qo'ysin, mazxir. Hey ballah, u deganni qilib tanishib o'tgandek turdi. Qandalaysa? Men odatda piyum ichmaymanlar. Rost. O kunda ariq ichib uyga mas keladi. Bu ariq degan tan salomatlikka ziyonli narsa bo'lsa, uning oshqozoni og'rib ketsa men qanday qilaman? Bo'lmabdi, oshqozon kesilgan yomon kisel. Bo'lmabdi. Men demisimi o'zini aysunmanda. Agar og'rib qolsa, men uni qanday qilaman, qandaymi chidayman uningga? Bo'lmabdi bu, hargiz bo'lmabdi bu. Shundoq qilib biz ana xotinlar buzak bo'laveramiz. Tugashdoq, biz tugashdoq, aka, tugashdoq. Ey, ahmoq saranglar, sizlarni quringlar. Nima ne? Xotinda qo'qaydiganlar jamiyatini. Xotinda qo'qaydiganlar jamiyati? Bu dediki. Shunday qildi. Anda olsa ben peshqadam soyimni ochib olgandan keyin buniki reis o'lay. Unda asmi ma'ni o'layman aka. Menga bosh katiblikni bersanglar, garchi men xotindan qo'rqmasammi, men qatnashib qo'yay. Hisob! Endi bu xotinlar bizni ariq ichishda ham dappasini qani. Endi boshqa ayollar bilan aralashsin, dapasini og'zini. Engo, buningdan hergiz qochib yurmayman. Bizning istiqbolimiz bormi? Xotinlar, tugashdinglarmi? Ham meni bundan shu tekiga besuylik urib baqsin cho'qina. Ayla, menda bor. Xotin 12 deb bergan ozroq pul bor. Ishimda. Ishsaqsini. Mening balamning maktabiga to'lgan akitib bergan pul bor. Mana hammasiga ariq qilib ishitimiz bor. Bo'ldi. Bo'ldi. Menda mo xotin o'smak kelishga bergan pul bor. Men hammani hajlab o'taman. Biroq men qizilini ishlayman. Bo'ldi. Jirolim mayli qilsa. Nega? Bo'ldi. Bu ishkangni mushundaq aqsaq sudaq tursanglar, qanday qurimiz bu jamiyatni? Ahmoqlik ekanda mama. Mush gap ishendingmi? Akşam o ayol eli qirqni kunlab urushaverganda, chechini tamg'i ustiraverib ekanman. Men tamg'i tekib kichkina ishim bor, Yolg'onchi. Sen go tayliqding. Mavshu endi qara. Fikrim, xotinda tayoq yeydigan ish yo'q. Endi joyga erim o'dirib aziq qilib qo'ymasin deb yalg'ada tangab olgan narsa bor. Mana.
Tövbe. Maşkısını karanla. Hem mi gına üzdü durup, xotinlarini tillasime işinip demen go. Bo'ldi. Bundan aşı nimenge üzden katlaşma. Bana her şu başka tutkunu berip gelse herkesime katlaşmayman. Hey! Katça nege? Hani buldu. Mas tamashibilar salom qilib yetib mangana. Qandara qahvalinglar. Mendan avval sursanglar. Mana bu shunda asirga tushgan dushman askarlariga o'xshab qoldim. Seni bu shunda qilib qo'ygan kim dedinglar ba? O'simi mening xotinim. Kim bo'lgan bitim? Cem yarışıkta Şvitsariyanın saatideki bu. Senin yarışıkta kadar güldü kısırvağını ne? Hey, bir de yani hepsi de. Fıkam, kündür bir akitim kutundan tayak yivan mısın? Mallam namazda kızar kıgındaki şu olmam. Aymen, yolvaz tek bir ertirip, Hasan tek bir kutundan tayak yiyken kişilaymen. Kutun ağanın dede vay vay. Kutun ağanın dede vay vay. Bu kutun davamlık benim uçta uruptulap, bozak kılıp, horlup etti. Rahmetlik anam boğan boğsum o bunçu bozak kılanmazdı. Ana, sen yok acayip horlanıp kettim go. Acayip buldum. Acayip boğan kıyıklar. Xotinan mısan taladı kaldın. Xotinasan balağa vay vay. Vay vay. Vay aka, ke. O canım fıkam. Sen menden burun kolunu tandırıp